Ovqat zakaz qilib yemoqchi edim, lekin kariz qaynukam uydaligi uchun 2 kishilik zakaz qilish kerak. Shuning uchun ko'chaga chiqib yeb kelay deb ko'chaga chiqib ketmoqchi edim. Mendan-da birinchi chiqib ketvordi ko'chaga. Lekin xonasini svetini o'chirmagan, shuning uchun hozir 2-3 minutda qaytib kelsa kerak. Na ko'chaga chiqib ovqatlana olyapman, na uyimizga zakaz qilib ovqatlana olyapman. Shuning uchun bugungi mukbang oddiygina ramyon. Ketdik. Kariz qaynukangiz bilan birga yashashni plyus tomonlarini ham ayting debsizlar. Plyus tomonlari ham ko'p. Ovqat yeyotganimda bemalol ovqatlana olaman. Kariz qaynukam sovuqga qarab turadi. U bu kun eshigimizni taqillatib kelsa, men bemalol xonamda o'tiraveraman, chunki kariz qaynukam chiqib qaraydi. Ko'chaga aylangani chiqib ketayotganimda bemalol derazalarni ochiq qoldirib ketaman, chunki uyda kariz qaynukam o'tiradi. Podyezdimizda har xil odamlar yurganda itvachamiz chiqib olib akillamaydi, chunki itvachamiz xonasida kariz qaynukam bilan birga yotadi.